Xotirani kuchaytirish usullari. Xotira inson miyasining eng muhim qobiliyatlaridan biridir. U muntazam mashq qilish va sog'lom turmush tarziga rioya etish orqali sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. Birinchidan, yetarli uyqu. Uyqu vaqtida miya kun davomida olingan ma'lumotlarni qayta ishlaydi va mustahkamlaydi. Kattalar uchun odatda 7-9 soat uyqu tavsiya etiladi. Kam uyqu xotira va diqqatning pasayishiga olib keladi. Kitob o'qishni odat shakliga o'tkazish. Kitob o'qish miya faoliyatini rag'batlantiradi, tasavvur va fikrlashni rivojlantiradi. O'qigan ma'lumotlarni qisqacha yozib borish esa xotirani yanada mustahkamlaydi. Ma'lumotlarni takrorlash. Biror narsani eslab qolish uchun uni 10-15 daqiqadan keyin, bir kundan keyin, bir haftadan keyin qayta takrorlash foydali. Bu usul uzoq muddatli xotirani kuchaytiradi. Jismoniy mashqlar, yugurish, yurish, velosiped haydash va boshqa jismoniy mashqlar miyaga kislorod yetkazib berishni yaxshilaydi. Kuniga kamida 30 daqiqa faol harakat qilish tavsiya etiladi. Sog'lom ovqatlanish. Xotira uchun foydali mahsulotlar baliq va dengiz mahsulotlaridir. Yong'oq, bodom, ko'katlar, tuxum, meva va sabzavotlar, qora shokolad me'yorda bo'lsa bu ham foyda beradi. Mnemotexnik usullardan foydalanish, qiziqarli hikoyaga aylantirish, qofiyalash, rasmlar bilan bog'lash, qisqartmalar yaratish orqali eslab qolishni osonlashtirish mumkin.